Assalomu alaykum. Meni ismim Yulduz. Bugun sizlar bilan qanday qilib ko'proq pul topish haqida gaplashamiz. YouTube kanalimda ko'proq o'zimni fikrlarim bilan bo'lishaman. Bu yerdagi informatsiya qayerdandir olingan yoki kitoblardan o'qilgan emas. O'zimning shaxsiy bilimim va shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Chunki men ham xuddi siz kabi noldan oddiy davlat ishida yurib rivojlangan insonman. Shuning uchun sizlarga aytadiganim juda ham ko'p. Xo'p, qanday qilib ko'proq pul topish mumkin? Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikning muammosi, ko'pchilikning xohishi bu albatta qanday ko'proq pul topsam ekan, qanday o'zimni finans tarafdan yana ham rivojlantirsam ekan, qanday qilib o'zimni hayotim uchun kerakli narsalarimga, kerakli xarajatlarimga pullarni ko'paytirsam ekan degan muammolar bilan yashashadi. Va sizlarga aytmoqchi bo'lganim, sizni hozirgi holatingizda topayotgan pulingiz bu hozirgi sizning qanchalik kerak inson ekanligingizga bog'liq. Ya'ni nima demoqchiman? Misol uchun siz agar kuniga topadigan pulingiz yoki oyiga topadigan pulingiz bu sizni bilim darajangiz va sizni harakat darajangizni isboti hisoblanadi. To'g'ri, kimdir ko'proq mehnat qilib kam pul topishi mumkin, kimdir esa kam mehnat qilib ko'p pul topishi ham mumkin. Bunda asosiy sabab bu bilim. Ya'ni bilasizlar, har doim ham bizni o'sha kuch bilan sarflanib ishlanib topiladigan pulimiz ko'p bo'lmaydi. Lekin aqliy mehnat kuchi har doim qimmat bo'lgan. Bu har qanday sohada, ya'ni bilim darajasidan olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun qanaqadir joylarda o'qib, davlat ishiga kirgan insonlarni ham ba'zilarini o'zini o'sha belgilangan lavozimiga qarab oylik olishadi. Lekin men bugun oylik haqida umuman aytish niyatim yo'q. O'zim ham hatto oylikdan chiqqanman, ya'ni men ham oylikka yashagan insonlardan biri bo'lganman. O'zimni umuman olganda bir oylikdan tashqari, davlat ishidan tashqari pul topish imkoniyatlarini men umuman bilmaganman. Lekin hammasini menda dekret o'zgartirdi. Ya'ni men hozirgi paytda 3 ta farzandning onasiman. Ularni dekretda o'tirib tarbiyalab, men onlayn sohalarga kirib kelganman. Juda ham ko'pchilik onlaynda pul topish, onlaynda biznes degan narsalarni aytishadi, lekin hamma ham buni ma'nosini tushunavermaydi. Bu haqida agar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyda yozib qoldiring. Sizlarga keyingi videolarimda aytishga harakat qilaman. Xo'p, endi bizni ko'proq pul topishimiz uchun nimalar yordam beradi? Meni shaxsiy fikrim va shaxsiy tajribamdan sizlarga maslahatlar beraman. Va ishonamanki 100% bu bilimlar sizga ham asqatadi. Gap munchasgashib ketdi, asqatadi. Xo'p, birinchi navbatda siz ko'proq pul topishingiz uchun sizga kerak bo'ladi bilim. Bu qanday deyishingiz mumkin? Ya'ni finansiy yoki moliyaviy bilim demoqchi emasman. Aksincha, birorta sohada kuchli bilimga ega bo'lish. Qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, vizajist, stilist, marketolog, SMM spetsialisti, mobilograf farqi yo'q. Qaysi sohani tanlaganingizga qarab turib, o'zingizning qiziqishlaringizga qarab turib, siz o'sha sohada juda ham kuchli bilimga va boshqalardan kuchli bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Ana o'shanda sizni bilim darajangiz kuchli bo'lgani uchun sizni topishingiz, ya'ni pul darajangiz ham o'sishi aniq. Nimaga? Chunki men o'zim SMM va mobilografiya sohasidan chiqqanman. Bugungi kunda biznesda o'zimni sinayapman. Hali ham o'sha content creatorlik yo'nalishlarida faoliyat olib boraman, reels makerlik yo'nalishida faoliyat olib boraman va bildimki, men har qanday holatda, ya'ni har qanaqa 0 darajaga tushib qolganim taqdirimda ham meni bilimim meni birinchi bo'lib qutqarar ekan. Chunki menda bo'ldi, hozir hayotimda bo'layotgan jarayonni aytaman, umuman 0, hech qanday pulsiz qolib ketgan paytim, hech kimdan moliyaviy yordam ola olmaydigan paytim bo'ldi. Ya'ni to'g'ri, men yaqinlarimdan, akalarimdan yoki qanaqadir tanishlarimdan so'rab olishim mumkin edi, iltimos qilishim mumkin edi, lekin men o'z kuchimga ishondim va o'zim harakat qilsam pul topa olishim mumkinligini bildim. Bunda menga yordam bergan narsa bu albatta meni bilimim, meni shu kungacha yiqqan barcha tajribam bo'ldi.
Va shundan keyin bildimki, inson har qanaqa holatda o'zini moliyaviy holatini to'g'irlash uchun unga bilimigina yordam bera oladi. Tanishi, bilishi, turmush o'rtog'i, ota-onasi emas. Agar siz deylik o'sha 18 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki balog'at yoshiga yetgan bo'lsangiz, siz o'zingizni moliyaviy holatingizni faqatgina mana shu asosida, ya'ni o'zingizda yig'ilgan bilim asosida va kuchli tajriba bilan birgalikda hal qila olishimiz mumkin ekan. Shuning uchun ham agar siz yosh bo'lsangiz yoki yoshingiz o'rta yoshlar atrofida, mayli yoshingiz katta bo'lsa ham, qaysidir sohani chuqur o'rganishga harakat qiling va bu sohada, o'sha tanlagan sohangizda yetarli darajada tajriba ham to'plang. Misol uchun hozirgi kunda juda ham ko'pchilikni bilaman, onlayn kurslar ko'paygan, $1000, $500 yoki arzonroq bo'lgan kurslarda o'qishadi, ya'ni pul topib ketaman, rivojlanib ketaman, boyib ketaman degan maqsadda. Lekin bitta xato qilishadi, o'sha olgan bilimini amaliyotda sinamaydi, ya'ni tajribaga ega bo'lmaydi va tezgina qulashadi yoki o'sha bilimini amaliyotda sinamaganligi uchun hech qanday pul topa olmaydi. Qachonki bilim amaliyotda sinalganda, u juda ham kuchli kuchga ega bo'ladi va sizga moliyaviy tarafdan o'sishingizga har doim yordam beradi. Men o'zim buni 100% hozirgi paytda bilaman. Xo'p, ikkinchisi, ko'proq pul topish uchun bu harakat. Misol uchun harakat bilan harakatning farqi bor. Ya'ni boya aytganimdek, agar siz mehnat bilan pul topiladi deb o'ylasangiz, adashasiz. Harakat bu maqsadli bo'lishi kerak. Misol uchun siz biznes ochmoqchisiz yoki bo'lmasam qandaydir bir ish boshlamoqchisiz. Siz o'sha ishni boshingizda emas, amaliyotda ko'proq qo'llashingiz kerak. To'g'ri, siz o'ylashingiz mumkin, u qildim, bu qildim, u qilaman, bu qilaman, постоянный planlar. No, agar sizni o'sha o'ylagan xayollaringiz amaliyotda, harakatda amalga oshmasa, befoyda. Shuning uchun albatta siz o'sha narsani harakat bilan boshlashingiz kerak. Birin-ketin yig'ilgan o'sha mehnatlarning samarasi sekin-astalik bilan ko'zga ko'rina boshlaydi. Juda ham ko'pchilik, misol uchun boyib ketmoqchi bo'lgan yoki pul topmoqchi bo'lganlar bir kunda ko'proq pul topsam ekan, bir kunda boyib ketsam ekan degan narsa bilan yashashadi va nihoyat o'sha joyda xato qilishadi. Ya'ni sizlarga aytmoqchi bo'lganim uchinchisi bu sabr va disiplina. Nima uchun? Chunki har qanaqa yo'nalishda, har qanday biznesda, har qanday ishda faqatgina yig'ilgan qilingan ishlarning yig'indisigina sizga rezultat olib keladi. Oddiygina hayotimdan bitta misol qilib keltiraman. Men 2022-yili o'zimni shaxsiy birinchi onlayn kurslarimni chiqarishni xohladim va unga harakatni boshlab yubordim. Ya'ni insonlar bilan uchrashdim, gaplashdim, bu master-klasslar o'tkazdim va o'sha kursni qilsam menda qandaydir bir moliyaviy o'zgarishlar bo'ladi degan maqsad bilan. Lekin men u kurslarni sotuvga chiqarganimda bir kunda boyib ketganim yo'q, afsuski. Nimaga? Chunki birinchidan sizni endi chiqargan onlayn kurslaringizni hech kim sotib olishga tayyor bo'lmaydi. Kam insonlar o'qishdi, lekin effekt bo'lib, yaxshi o'quvchilar rezultatga chiqqandan keyin o'sha odamlar ishona boshlashdi va sekin-astalik bilan meni onlayn kurslarimga nisbatan talab kuchaydi va vaqti kelib mana shu onlayn kurslarim bir vaqtlari menga umuman deyarli daromad olib kelmagan deymizmi? O'z vaqtida $10,000 dan $20,000gacha daromad olib keldi. Barchasi mehnat, harakat va bilim va sekin-astalik bilan harakatni to'xtatmaslik natijasi, ya'ni sabrni natijasi. Sizga ham aytmoqchi bo'lganim, siz qaysidir sohada agar rivojlanmoqchi bo'lsangiz, mayli u onlayn bo'lsin, mayli offlayn biznes bo'lsin, farqi yo'q. Bir kunda biznes ochib sotuvim zo'r bo'lib ketadi yoki bir kunda rivojlanib ketaman, bir kunda millionerga aylanaman degan narsalar bu shunchaki tush. Bo'lishi mumkin, qanaqadir trading, men rosti unaqa narsaga tushunmayman. Kriptovalyuta, bitcoin deyishadi hattoki-da, o'shanaqa auksionlarda o'ynab yoki qandaydir bir bozorda, ya'ni moliyaviy bozorlardagi qandaydir
platformalarda qilsangiz balki bo'lishi mumkin. Men endi bu bo'yicha ekspert emasman, bu bo'yicha bilimga ham ega emasman, bunga qiziqmaganman ham. Lekin o'z tajribamdan bilib ayta olamanki, agar siz boshqa bunga o'xshagan boshqa yo'nalishlarda rivojlanmoqchi bo'lsangiz, unda sizga albatta sabr va disiplina kerak bo'ladi. Bir kunda rezultat bo'lib ketishi bu juda ham kam uchraydigan holat bo'lishi mumkin. Omad, xarizma, sizni bir o'ziga xos bir taraflaringiz, jihatlaringiz tufayli o'zingiz bilmagan holda hozirgi kunda onlayn soha endi rivojlangan, onlaynda tanilib ketib, o'zingizni moliyaviy ahvolingizni juda ham tez rivojlantirib yuborishingiz, ko'p pul topishingiz mumkin. Bunaqa insonlar hayotimizda ko'p. Misol uchun blogerlardan aytishimiz mumkin. Deylik, yaqindagina bitta ashulani eshitib qoldim. Menimcha sizlar ham buni bilasiz. Ayola degan qizi musiqasi. Va aynan shu musiqadagi qizni, albatta u ham mehnat qilgan, bir kunda bunaqa tanilib ketmagan, lekin eng asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam, aynan onlayn sohalarning ta'siri tufayli u qiz juda ham tez mashhurlikka erishdi. Bu menimcha juda ham ajoyib. Va albatta mashhurlik orqasidan o'ziga xos, o'zini moliyaviy boyliklariga ham erishishiga ishonaman. Chunki bunchalik darajada mashhurlik unga albatta bekorga kelmaydi va albatta pul kelmasdan qolmaydi. Xo'p, mayli, bu boshqa masala. Keling endi pul qanday yana yo'llar bilan topiladi? Biz aytib o'tganimiz, yuqorida aytib o'tganimiz jihatlarimiz bu insonga kerak bo'ladigan pul topish uchun jihatlari edi. Lekin agar siz pul ko'proq topmoqchi bo'lsangiz, qanday o'z imkoniyatlaringizni kengaytirishingiz mumkin, nimalar qilishingiz mumkin va o'zimni xayolimga kelgan narsalarni sizlarga juda ham aytgim kelyapti. Birinchisi bu onlayn biznes. Ya'ni agar siz davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, sizga albatta davlat ishingizdan tashqari ham biznes, ya'ni onlayn biznes qilishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Juda ham oddiy. Hozirgi paytda har xil programmalardan narsa zakaz qilib sotish mumkin yoki bo'lmasam Xitoydan tashqari ham albatta bizni O'zbekistonni o'zida ham optim joylar bor. Optim joylardan narsa olib qo'shimcha sotuv qilsangiz bo'ladi. Oddiygina marketplace sotishingiz mumkin. Bu Uzum bo'lishi mumkin. Boshqa hozir endi bizga Ozon, Wildberries shular ham kelyapti, lekin eng zo'ri hozir bizda Uzum. Uzumga narsa qo'yib, qo'shimcha daromad qilsangiz bo'ladi. Hech narsa qilishingiz shart emas, shunchaki tovaringizni joylashtirasiz, o'zini nastroykalarni qilasiz, omborga jo'natasiz va shu orqali tovaringiz o'zi Uzumda sotilib turadi. Faqat yaxshi nishani tanlash kerak va albatta ozgina boshida tovaringiz yaxshi sotilishi uchun Uzumni bilimlarini ham bilishingiz kerak. Xo'p, undan tashqari, davlat ishidagilardan tashqari ham men ko'p ko'rganman, vizajist, stilist, shunga o'xshash mutaxassislarni, misol uchun yaxshi pul topishadi, to'g'rimi? Salonda ishlashadi, yaxshi pul topishadi. Lekin men ko'pchiligida bitta xatoni ko'raman, o'zlarini ishida kelgan mijozlardan yana ham qo'shimcha daromad qilib qolishni o'ylashmaydi. Ya'ni qanday deysizmi? Men misol uchun yaqinda salonga bordim. Tirnog'imni chiska qildirdim, tam pedikur qildirdim. Ya'ni har oyda bir marta albatta salonga shu bo'yicha boraman, lekin ortiqcha hech narsa qildirmayman. Shuni o'zi menga anchagina rasxodga tushadi. Lekin men har doim borganimda menga o'sha salondagi ishlatadigan masterlarni narsalari qiziq bo'lgan. Ya'ni qo'lingizga skrablar qilib qo'yishadi, tam kremlar surib qo'yishadi. Ularni surgan kremlari boshqacha bo'ladi. Va har doim qiziqib so'rayman, qanaqasidan olgansiz, qay joydan olgansiz, qancha turadi. Juda har doim borganimda so'raydigan narsalarim ko'pincha shu bo'ladi. Va o'sha joyda o'ylaymanki, agar o'sha master mana shu krem, skrab, shunga o'xshash narsalarni, ya'ni o'zini sohasiga tegishli bo'lgan narsalarni o'zi olib kelib, polkalarga joylab, qanaqadir narxlarni yozib qo'yganda, mana sotaman, xohlasangiz sotib olishingiz mumkin degan takliflarni berishganida, kuniga keladigan, mayli 5 ta klient kelsa, 5 tasiga 5 ta krem sotganni o'zidayoq ancha-muncha qo'shimcha daromadga ega bo'lar edi deb o'ylayman. Bu to'g'ri, boyib ketmasligi mumkin, lekin
u o'zini qo'shimcha yana xarajatlari uchun qo'shimcha pul topgan bo'lardi. Ya'ni hech qanday mehnat qilishi shart emas. Shunchaki kelgan mijozga taklif bildirgani uchun pul qo'shimcha topadi, ya'ni ustiga foyda qo'yib. Undan tashqari yana bir zo'r tarafi bor. Misol uchun ular agar Instagram profili yuritadigan bo'lsa, Instagram profili yuritadi, tirnoqlar haqida ma'lumotlar qo'yadi, informatsiya qo'yadi va orada albatta shunday mahsulotlarni sotuvga ham chiqarishi mumkin. Mana do'stlar, judayam oddiy, ko'z o'ngimizda o'zi aslida biznes, o'zi aslida mehnat qilib pul topish yo'llari turibdi. Hozirgi paytda onlayn davr va mana shu onlayn davrning imkoniyatlaridan ko'proq foydalanish kerak deb o'ylayman. Insonlar kundan kunga onlayndan tovar zakaz qilishga yoki onlayn tovarlarni ko'rib qiziqib zakaz qilib olishga moslashib bormoqda. Bundan deylik 10 yil, 20 yil oldin Amerika davlatlarida bu narsa judayam rivojlana boshlagan bo'lsa, bizga endi rivojlanishi boshlagan. Bu hali ham endi boshlandi va bu albatta davom etadi. Agar siz ham boyman, pul topaman, qayerdan pul topsam ekan, qanaqa qilib boyib ketsam ekan, qanaqa qilib o'zimni, hayotimni mana shu pullar yordamida o'zgartirsam ekan deb yurgan bo'lsangiz, unda ko'zingizni o'ngingizdagi imkoniyatlarni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu sizga juda ham as qochishiga ishonaman. Bugungi ma'lumotlar shundan iborat, lekin hali bu masalada yana sizlar bilan gaplashamiz. Mani ismim Yulduz, YouTube kanalimda o'zimni fikr va mulohazalarim bilan bo'lishib boraman. Hayotimni ko'rsataman, ishimni ko'rsataman. Albatta meni kuzatishda davom eting. Sizlarga yana qanday foydali ma'lumotlar bersam qiziq. Albatta shu haqida ham yozib qoldiring. Meni Instagram va Telegram kanallarimga ham ulanib qo'ying, chunki u yerda ham yaxshi ma'lumotlar beraman. Пока.